mazkur holatda Jaku Shou tomonidan o'tirilib turgan bu o'yinni qonuniy deb bo'lmaydi. Shuning uchun men bir necha marotaba yurtdoshlarimizni ogohlantirib, ya'ni qonunlarimizda shunday deyilgan. Jinoyat kodeksining 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tkazish qonunga zid ekanligi haqida tushuntirilgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida qimor tavakkalchilikda ishtirok etganlarni ham ma'muriy javobgarlikka tortish haqida tushuntirish berilgan. Ayrimlaringiz mendan xafa bo'lib qolishlaringiz mumkin. Ana bu birsi yozsa kichkina chiqib kelayotganini sindirishmi maqsad? Yo'q, uka. Bizda hech kimni sindirish maqsad yo'q. Bizda faqatgina bir maqsad bor. Bizda kelajakni buzmaslikka qaratilgan maqsad bor. 4000 odamga bilet sotsa, bir odam yutsa, 3999 odam norozi bo'ladi, qarang. Deydi. Xo'sh, degan so'zdan keyin yutgan odamga shu yutib tatidimi? Yil sotadimi? Onlayn artistlarni chaqirib konsert o'tirib beradimi? Yoki stadiona chaqirib turib bir artistni chaqirib konsert o'tiradimi? Bu lotatron emas. Faqatgina u konsert uchun deb bilet sotsa bu to'g'ri bo'ladi. Yoki bo'lmasa faqatgina shu onlayn artist uchun deb turib sotib lotatron o'tirmasa, bu to'g'ri bo'ladi. Hech qanaqa yutuqsiz, hech qanaqa tavakkalchiliksiz bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan holatlarimda esa ularning hammasi noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun bu masalalarga biz to'g'ri yondashishimiz kerak, to'g'ri qarashimiz kerak. Ko'pchilik yozdida o'zgarish. Ana Yangi bozor shou masalasi bilan shug'ullansak, bir xilda aytdi, yoki shu Yangi bozor shou o'tiradigan shu Matmuratovmi, shu fuqaroni o'zi ham siz kattalarni aytishingiz o'tmaydi, kuchingiz yetmaydi degan so'zlarni aytdi. Yo'q, masala unda emas. Bizning hech kimdan bir tili qisqa joyimiz yo'q. Hech kimga bir o'tirib qo'ygan yoki bizga o'tirib qo'ygan joylar ham yo'q. Shuning uchun biz borini boricha aytamiz. Qonun nima deydi? Qonundan kelib chiqib aytamiz. Bu bo'yicha shug'ullanganimizda YouTube, Instagram, Telegram messenjerlarida, ya'ni Jaku Shou'ni so'rab edingizlar. Jaku Shou masalasini o'rganib qarasak, Jaku Shou chista lyuks gel mahsulotlarini sotamiz biza. Bizlarniki qonuniy faoliyatimiz. Biz hammasini shu reklama to'g'risidagi qonunlar degan vajlarni ham tushuntirish berib o'tiribdi ekanlar. Reklama to'g'risidagi qonun bu ishlab chiqaruvchi mahsulotni reklama qilish huquqini berishi mumkin. Lekin ishlab chiqarayotgan mahsulotingni bilet qo'shib berib, sovrina mashin qo'yib, lotereya, lotatron aylantirib, ichidan chiqqan biletni siz yutdingiz deyishi bu noto'g'ri. Bu bir holat. Noto'g'ri yerlari. Endi ikkinchi holati bor. Ikkinchi holati bo'yicha qaraydigan bo'lsak, karta qo'yadilar. Karta Sberbank Rossiya, Qozog'iston kartasidan pul to'lab bilet olishingiz mumkin dedilar. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Agar siz mahsulot sotib turgan bo'lsangiz, sizni mahsulotingizni karta orqali to'lov qilsa, siz u mahsulotni pulini qanday qilib kassa apparatingizga kirim qilasiz? Chunki siz qo'ygan kartangiz u Rossiyada, Qozog'istondagilar uchun ochilgan bo'lsa, mana qonun buzilish. Lekin biz ayrim holatlarda bizniki qonuniy deb odamlarni manipulyatsiya qilishga, chalg'itishga harakat qilamiz. Men borini boricha aytaman. Qonun nima deydi? Men shuni aytaman. Bu Jaku Shou masalasida shunday. Sizda chista lyuks gelini sotishga huquq bo'lishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi yoki sotib olib turib, chakana savdoni amalga oshiruvchi huquqi bo'lishi mumkin. Lekin sizda lotereya, lotatron aylantirib, odamlarda shundan chiqdi deyish huquqi yo'q. Biz buni o'rgandik. Siz u bo'yicha litsenziya olmaganligingizni biz ishonch hosil qildik. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bor-da. 19-aprel 2024-yilda 68-farmon qabul qilgan prezidentimiz tomonidan. Shu farmonda litsenziyalovchi tashkilot, agentlik, ya'ni bu borada
istiqbolli loyihalar milliy agentligi litsenziyalovchi tashkilot deb belgilab qo'yilgan. Demak, siz agar lotereya o'yinlarini o'tirmoqchi bo'lsangiz, siz avvalina litsenziya olasiz. Litsenziyaning shartlari bo'ladi. Ya'ni sizga berilgan litsenziya agar lotereya tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tirish maqsadida berilgan bo'lsa, u yerda shartlarida yoziladi, qanday tartibda o'tiriladi. Ya'ni komissiya a'zolari kimlar tomonidan tuziladi. Ya'ni sovruna qo'yilgan yutuqlar kimga tegishli bo'ladi? U yutuqlar avvalina sotib olinib turib, keyin odamlarga beriladimi? Chunki buni nomi tavakkalchilikda. Siz hozir yutuqqa qo'yib turgan avtotransport vositasi u Chista Lux firmasına tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar u даже unga tegishli bo'lgan taqdirda bu noto'g'ri bo'ladi. Sababi u faqatgina mahsulotini realizatsiya qilish huquqi bor. U agar jamiyat bo'lsa. Mazkur holatda Jaku Show tomonidan o'tirilib turgan bu o'yinni qonuniyda bo'lmaydi. Shuning uchun men bir necha marotaba yurtdoshlarimizni ogohlantirib, ya'ni qonunlarimizda shunday deyilgan. Jinoyat kodeksining 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tkazish qonunga zid ekanligi haqida tushuntirilgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida qimor tavakkalchilikda ishtirok etganlarni ham ma'muriy javobgarlikka tortish haqida tushuntirish berilgan. Unda shunday deyiladi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga qo'yilgan yutuq sovrinlar musodara qilinadi. Qarang, siz bugun bilet sotib olib turibsiz, pul to'lab, siz yutaman deb turgan sovriningiz esa aynan baxtga qarshi shu kuni tekshirish bo'lib qoldidan o'yin bo'lib turgan kuni sovrindagi hamma narsalar musodara qilindi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham qonun qimor va tavakkalchilik deydi buni. Agar sizda shunday holatda litsenziyangiz bo'lsa, hech kim sizni mahsulotingizni musodara qila olmaydi. Aynan shu litsenziya sizda yo'qligi uchun mahsulot musodara qilinishi mumkin. O'yinda qatnashgan odamlarning esa huquqi buzilib, ham ular yutgan odamlar ham bu holatda javobgarlikka tortilishlari mumkin. Chunki ular o'yinda qatnashib turibdi. Shuningdek, yana yozgansizlar boshqa tashkilotlardan. Yangi bozor showini biz buni berdik. Yangi bozor showida aynan unday o'yin o'tirish huquq yo'q ekanligi, unda ruxsat yo'q ekanligini biz tushuntirdik. Lekin bu yigit yoshlik qilib, har xil videolarni qilib, yana odamlarni chalg'itishda, har xil manipulyatsiyalar qilishda davom qildi. Ya'ni hamma narsamiz qonuniy, biz mana qonun doirasi bilan kelishib oldik degan so'zlarni ishlatgan. Lekin videolarni qirqib parcha qo'yib, yana odamlarni chalg'itishga harakat qilgan. Vaholanki, men u fuqaro bilan uchrashgan vaqtimda aynan uni ushbu hujjatlarga rioya qilishini men aytganman. U shu hujjatlarga rioya qilaman deganda, lekin boshqa so'zlar aytgan. Shuningdek, yana yozib turibsiz, Ushshavat Live degan kanallar orqali ham rozigirish lotereya o'yinlari o'tirilib turganligini aytib turibsiz. To'g'ri, biz uni ham o'rgandik. U yerda ham bu o'yin o'tirishi qonuniy emas. Sababi Ushshavat Live tomonidan o'tirilib turgan o'yinda, ya'ni aksiya, aksiya emas, konsert qilinib, onlayn konsert bo'lishi, onlayn konsertda keyin yoki undan oldin shu tura start berilishi, vaholanki shu o'yinning o'zida fuqaro tomonidan lotatron aylantirib, bu nomerlar qapa solinib, uning ichidan nomerlar olinib, tavakkalchilikda bu bir qarang, ya'ni qo'lina qaysi nomer iladigan bo'lsa, shuni olib berib, siz yutdingiz deb turgan holatlarni biz ko'rdik. Vaholanki u Shavatda ham, Shavat Live'da ham uning uchun litsenziya yo'q. Ya'ni biz hozir 3 ta Yangi bozor show, Jaku show, Ushshavat uchalasini holatini o'rganib ko'rdik. Ularning birontasida litsenziya mavjud emas va bu o'yinlarni o'tirishini to'g'ri deb hisoblab bo'lmaydi. Sababi prezident farmoni bor, 68-sonli farmoni. Unda uni tartib qoidalari belgilab berilgan.
kimdan litsenziya olish kerakligi, bu sohada qaysi agentlik vakolatli ekanligi, Jinoyat kodeksining 278-moddasida bu qonunga zid bo'ladi agar shu o'yinni o'tirsa deb belgilab qo'yilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham ogohlantirish tarzida huquqbuzarlikni yuzaga keltirish haqida ogohlantirilgan, musodara qilinish haqida ogohlantirilgan. Shu sababli bu o'yinlarni qonuniydan bo'lmaydi. Endi shu yerda bir savol tug'iladi yurtdoshlar. Bir xil yutgan odamlar yoqadi-da, yutgan odamlar misol uchun biz yutdik-ku deyishimiz mumkin, lekin yutqizgan odam qancha? Qarang. Hozir mana men bir holatlarini ko'rdim, izohlarda yozilib turibdi odamlar. Rossiyada ishlab yurgan odamlar uyina pul bermay-ku, bilet sotib olib, rozыгрышga shu o'yindan ikkasidan ketib yotibdilar. Furqata bularni bir tartibga solib bo'lmaymi degan izohlar ham bor. To'g'ri, uni ham bilamiz, ko'p yozasizlar bu masala bo'yicha. Endi men shuni eshitdim-da, ko'rdim, eshitdim. Vijdonim qabul qilmaydi. Nerda qonun buzilish bo'lsa, nerda noqonuniylik bo'lsa, men unga jim o'tib ketib bilmayman. Ayrimlaringiz mendan xafa bo'lib qolishlaringiz mumkin. Ana bu birsi yozsa, kichkina chiqib kelaturganini sindirishmi maqsad yo'q. Uka, bizda hech kimni sindirish maqsad yo'q. Bizda faqatgina bir maqsad bor. Bizda kelajakni buzmaslikka qaratilgan maqsad bor. Ya'ni yoshlarning fikrini buzmasligimiz kerak biza. Yoshlarning kallasida faqatgina men ertaga bilet o'ynayman, bilet o'ynab o'taman, shungacha men uyda ishlamay yotaveraman degan fikr bilan katta bo'ladi. Lotereya haqida bir qissa bor, eshitganmisiz? Bir odam ertaga lotereya o'tadi, indinga o'tadi, hali lotereya o'tadi meni deb yurgan ekan. Keyin bir do'sti yonina kelsa, oradan 20 yil o'tibdi, haligacha lotereya o'tadi meni deb yurgan ekanda shu. Qarang, 20 yil umri o'tib ketgan, ishlamin faqatgina shu lotereya o'tadi degan maqsad bilan yashab qolgan. Lekin u 20 yil ichida lotereyada yutadigan narsasidan ziyodini ham ishlashi mumkin edi. Lekin u umrini behuda o'tkazib, lotereyaga ishonib, faqatgina mehnatsiz, qobiliyatsiz inson aylanib qolgan. Shuning uchun men xohlar edimki, bizni yoshlarimiz ham aynan shunday bo'lib qolmasinlar. Ularni ruhida, ularning fikrida faqatgina bu dunyoda rohat, mashaqqat ostida ekanligini tushunib yashashlari kerak. Maxtumquli har bir so'zi tirikdir. Uni so'zlari to'g'ridir. Rohat, mashaqqat ostida bir yozilishi bejizmasdir. Shuni biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasiz. Bizdan bu holat bo'yicha xafa bo'lisha menimcha o'rinsiz. Bizni sizni dushmanlik qilish yoki boshqa umuman uning niyatimiz yo'q. Bizga faqat murojaatlar bo'ladi, murojaatlarni biz o'rganamiz. Bir xil holatlarda bo'ladi, odamlar sudning qaroridan norozi bo'lib yoki ichki ishlar organining harakatidan norozi bo'lib keladi. Ularni ham biz muhokama qilamizki, ular bilan ham shug'ullanamizki. U yerda siz olqishlaysiz. Ayrim rozыгрыш o'ynaydi ular ham. Молодец, zo'rda. Lekin bu yerda siz noto'g'ri fikr yuritasiz. Ko'rdingizmi? Tarozini ikki pallasi teng bo'lishi kerak. Masala shunday bo'ladi. Masalani bir tomonlama qarasak, ikkinchi tomoni bir zarari bizga keladi. Tekin pishloq qopqanda-ku. Buni biz bilishimiz kerak. 4000 odamga bilet sotsa, bir odam yutsa, 3999 odam norozi bo'ladi, qarang. Deydi. Xo'sh, degan so'zdan keyin yutgan odamga shu yutuq tatidimi? Yo'q. Siz o'zingiz aytasiz-ku, oddiy usta bo'lsak, oddiy biron bir kelishuv asosida ishni qilib bersakdan rozimisiz deb pulini olamiz. To'g'rimi? Agar norozi bo'lsa, siz shu pulni uyingizda ishlatasingiz kelmaydi. Xo'sh, bu holatda ham xuddi shunday narsa. Agar lotereya o'yinlarini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, men aytib turgan narsamni bir kun kelib tushunarsiz. Faqat bu holatda xalq aldanib qolmasligi kerak. Uning uchun o'rnatilgan tartibi bor. Tartibini rioya qiling. Xohlagancha o'ynang, xohlagancha o'tkazing. Chunki u yerda sizni bu faoliyatingiz qonunlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni sovruna yutuqqa qo'yilgan sovrinlar, bularning hammasi
jamlangan, aniq kafolatlangan bo'ladi. Hozirgi holatda esa siz uyingizda o'tirib, kamerani qo'yib, lotatrona qaratib, o'zingizga qaratib turib, "Palanka, seni YouTube chiqdi, prямой efirdan chiq, videoda sen yutding" deb turishingiz bu noto'g'ri narsa axir. Qonuniy tartibda o'tirishda uning uchun maxsus komissiya tuziladi, xolis tashkilotlar qatnashadi, musulmonlar idorasidan qatnashishi mumkin, mahalliy hokimlikdan qatnashishi mumkin. Ana shularning guvohligida, shularning kuzatuvida shu o'yinlar o'tkaziladi. Bilsangiz, baxtli voqea degan, boshqa degan shuning lotereya o'yinlari bo'lar edi. Televideniya orqali komissiya ishtirokida ochiq kuzatuvchi o'tirgan fuqarolarning ishtirokida bu o'yinlar o'tkazilar edidan har bir odamga shu narsa ko'rsatib berilar edi. Hozirgi esa bu qilib turgan narsalaringiz buni umuman aksi. Shuning uchun bu holatda to'g'ri yondashishimiz kerak. Bir xillarda savol bo'ladi. Omad shovini o'tirib turgani to'g'rimi, buniki qonuniymi debdi. Endi qarang, shu yerni bir to'g'ri tushunib o'tishimiz kerak. Men omad shovi bilan shug'ullanib yurmadim, chunki bular boshqa viloyatlarda, Toshkentda yoki yana birsinikini shug'ullanaman desam, uniki ham boshqa yerda. Men Xorazmdagilar bilan shug'ullanib turibman, shularnikini ko'rdim. Balki vaqti kelib ular ham chiqarmiz. Aytmoqchi bo'lganim, mahsulot ishlab chiqarib turibdi, mahsulotda qo'shimcha etiketga nakleyka yopishtirib turibdi-da, shuni o'chirsang chiqadi deb turibdi, qarang. Bu boshqa holat bu. Ya'ni u qo'lina mahsulotni olishi bilan u ya'ni aksiya qilib turibdi. Agar ular ham shunday deb turib, Lotatron yana qo'shimcha mahsulot sotib olasan, misol uchun shu gelni sotib olasan, 200 ming so'mga 4 dona gel beramiz deyish mumkin. Lekin u gelning narxi o'zi 4 donasi 100 ming so'm turishi mumkin yoki 150 ming so'm turishi mumkin. Sizga uni esa 50 ming so'm yangi bileti ichida o'tiribdi deb beradi. Siz bu biletni olasiz. Sizda asosiy maqsad gel emas, biletni olish bo'lishi mumkin. U bileta qo'yilgan sovrin esa kim biladi, ertaga zilzila bo'lib, boshqa bo'lib, siz u holatda kuyib qolishingiz mumkin. Keyin siz shu pulingizni qaytarib olish uchun kimga murojaat qilsangiz ham siz u pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Agar men aytgan tartibda bularni o'yin o'tiriladigan bo'lsa, o'yin o'tkazilmasa, YouTube'ga qo'yilgan sovrinlarni pullari odamlarga qaytarib olinib berilishi mumkin. Chunki ularning o'yini qachonki qonuniy bo'lganda. Bu holatda esa bu tavakkalchilik deb aytiladi. Gel sotadimi, onlayn artistlarni chaqirib konsert o'tirib beradimi yoki stadiona chaqirib turib bir artistni chaqirib konsert o'tiradimi? Bu Lotatron emas. Faqatgina u konsert uchun deb bilet sotsa bu to'g'ri bo'ladi. Yoki bo'lmasa faqatgina shu onlayn artist uchun deb turib sotib Lotatron o'tirmasa, bu to'g'ri bo'ladi. Hech qanaqa yutuqsiz, hech qanaqa tavakkalchiliksiz bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Yuqorida aytib o'tirgan holatlarimda esa bularning hammasi noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun bu masalalarga biz to'g'ri yondashishimiz kerak, to'g'ri qarashimiz kerak. Mani birontasidan ham bir javobgar bo'lishi, ularga nisbatan javobgarlik belgilanishi unaqa xohishim yo'q. Yoki men ularni ko'ra olmay turgan bir holatim yo'q, boshqa narsasi yo'q. Men faqat aytadigan narsam qonunda uning deyilgan, qarorda uning deyilgan, tartibi uning bo'lishi kerak. Men uni o'zimning so'zlarimdan aytmayman. Men uni qonundan, prezidentning farmonlaridan kelib chiqib aytaman. Ko'pchiligimiz qonunlarni bilmasligimiz, uni tartibini bilmasligimiz mumkin. Lekin davlatda shunday narsa borki, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun qonunni bilishimiz kerak, o'tkazish uchun tartib qoidalarini rioya qilishimiz kerak. Shuning yurtdoshlar, shuning uchun men bu mavzuni ko'pdan buyana yozib kelyapsizlar. Shu masalani muhokama qilishga baholi qudrat harakat qildim. Agar kimda qanaqadir fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol siz fikrlaringizni yozishingiz mumkin, lekin bir-birovni haqorat qilmagan holda. Shu joylarini e'tiborli bo'lasizlar. Rahmat.